Moğol haqqanlığının qurilishi. Miladi 10. asrda Tatar qabila ittifoqi Oq Tatar va Qora Tatar deb ikkiga bo'lingandan keyin Qora Tatarlarning, ya'ni Mo'ng'ullarning Burchin qabilasi o'z ichida bo'lgan siri kuchaydi. Miladi 12. asrninki birinchi yarmida Qora Tatarlarga Burchin qabilasining boshlig'i Yisukay Batur yetakchilik qilib, Altan xonligi va Oq Tatarlarga qarshi urush boshladi. Bu urushda aslida Xangay tog'lari bilan Burxon tog'lari oralig'idagi ko'chman chorvachilik qiladigan Keray qabilasi kuchlik yordam berdi. Keyin Qora Tatarlar bo'libmi uning ichidagi Burchin qabilasi bağgan siri kuchayib, Yisukay Batur Unun daryosi vodisidagi kuchlik bir siyosiy kuchga aylandi. Miladi 1155-yili Yisukay Baturning o'g'li Timuchin tug'ildi. Bu chaqda Oq Tatarlar bilan Qora Tatarlar o'rtasida keskin jang jidallar bo'layotgan bir mezgil edi. Miladi 1164-yili Oq Tatarlar Yisukay Baturga zahar berib o'ldirdi. 9 yoshli Timuchin yetim qoldi. Bu chaqda Qora Tatarlar bo'libmi Burchin urug'i Keray qabilasining boshlig'i Tuğulxonga keyin O'ngxon deb atalgan beqindi. Narasida Timuchinmi uning tarbiyasiga o'tdi va shuningdan boshlab Timuchin Keray qabilasining tashqi dushmanga qarshi barliq urushlarga qatnashdi. U shu janglarda usta neyzvoz, o'qiyachi bo'lib yetishib, Timuchin Batur degan nom bilan shuhrat qozondi. Shunga Tuğulxon Timuchinni o'ziga qarashli Qora Tatarlarga, ya'ni Mo'ng'ullarga boshliq qilib tayinladi. Timuchinning obro'yi kundan kunga o'rildi. Hatto Qora Tatarlarga uni xon qilib sayladi. Lekin uning huquqi nihoyatda cheklik bo'lib, u Tuğulxonning nazorati ostida turadi. Uningga faqatla Unun daryosi bilan Kirolin daryo vodilari atrofida qaraydi. Miladi 12. asrning keyingi bir qancha 10 yili davomida Qora Tatarlarning ichida ziddiyat ko'paydi. Bo'libmi Jasrat urug'ining boshlig'i Jamxa bilan Timuchin bir-biridan ustunlik talishib, o'zaro jidallashishga boshladi. Bu chaqda Timuchin Jamxaning inisi Tunacharni o'zining otlarini o'g'irlaganlik bahonasi bilan o'ldirdi. Shunga Jamxa 13 urug' 30 ming askari qo'shin bilan Timuchin yetakchiligidagi 13 urug' 30 ming askari qo'shinga shiddatlik hujum qildi. Shu urushda Timuchin mag'lub bo'ldi. Bu davr Keray qabilasi bilan Oq Tatarlarning o'ttirsidimi keskin majrolar kuchaygan davr edi. Shunlashqa Tuğulxon Timuchinni yana o'z tarafiga tortib, o'z qo'shinlarining bosh qo'mondoni qilib tayinladi. Miladi 1196-yili Tuğulxon Keray va Burchin urug'ining qo'shinlariga bevosita qo'mondonlik qilib, Oq Tatarlarga qarshi keng ko'lamli urush qo'zg'adi. Bu urushda Timuchin nihoyatda ko'p kuch chiqardi. Uzoq o'tmay Jamxa bilan Tuğulxon orasidami keskin ziddiyat tug'ilib, Jamxa Qora Tatarlarning ichidagi 11 qabilni birlashtirib, o'zini Go'rxon, xonlarning xoni deb jakaldi. Bu hal Timuchinning qattiq qarshiligini qo'zg'adi. Oqibat Timuchin bilan Jamxa o'rtasida qattiq jang partildi. Jangda Timuchin g'alaba qilib, Jamxa tarafdagi 11 qabilni tamamen o'ziga qaratdi.
Jamxa tarafından bölüngen qara tatarlar tamamen Temujinning hukmronligi ostiga o'tdi. Miladiy 1202-yilda Temujin qara tatarlarning Moğol kuchiga tayinib Aq tatarlarga keng ko'lamlik urush qo'zg'ab, ularni tamamen ilkiga oldi. Natijada Temujin Moğol yayloqlaridagi zo'r ta'sir doiriga ega bir hukmron bo'lib qoldi. Burun o'ziga yordamlashgan ba'zi qabilalarni, hatto o'ziga bosh pana bo'lgan Keray qabilasining hukmronlik huquqini tortib olish uchun faol harakatlarni ilib bordi. Shunday qilib, qora tatarlar bilan Keray qabilasining o'rtasidami ziddiyat paydo bo'ldi. Miladiy 1203-yilda Keray qabilasining boshlig'i Tuğulxon Temujinning dushmani Jamxani yo'lab, uning sarson bo'lgan qabilasini yig'ib ittifoq tuzib, Temujinga qarshi urush planini tuzdi. Jamxamu Temujin bilan Tuğulxonning orasiga bo'lgunchilik soldi. Oxiri Temujin Tuğulxon bilan Jamxaga ushtum tut hujum qilib, Tuğulxonning Tug'la daryo vodisida tikilgan Olton turma deb atalgan qarorgohini egildi. Tuğulxon Qoshqonda o'ldirildi. Oxiri Moğol yayloqlarida eng kuchli qabilalarning biri bo'lgan Keray qabilasi tamamen Temujinning qo'llastiga o'tdi. Hatta Temujin Keray qabilasining odamlarini qora tatar oqsunyaklariga qul qilib berdi. Temujinning Keray qabilasi ustidan qozongan g'alabasi Moğol yayloqlaridagi birmuncha Moğol va Turk qabilalarining diqqatini jalb qilib, ularni yoki Temujinga qarshi turib, uni uzil-kesil yo'q qilish yoki uningga o'z ixtiyori bilan bo'ysunib, o'z amonligini saqlab qilishdan iborat ikki xil yo'lni tanlashga majbur qildi. Shunday qilib, milodiy 1202-yildan 1203-yillari Moğol yayloqlarida xeli jiddiy bir vaziyat shakllandi. Lekin bu chaqda Jamxa boshqa qabilalar bilan birlashib, Temujinni qat'iy yo'qotish niyatiga keldi, ham Dachingshan tog'lari atrofida yashaydigan Ungut qabilasi bilan birga uningga qarshi turmoqchi bo'ldi. Biroq Temujinning hayvisidan qo'rqqan Ungutlar uning talabini rad qilib, ahvolni Temujinga xabar qildi. Uning keyindan Jamxa Altay tog'lari atrofidagi Naymanlar bilan ittifoq tuzib, Temujinga qarshi urush qo'zg'amoqchi bo'ldi. Bu chaqda Naymanlar Moğol yayloqlaridagi eng kuchli va madaniyatli qabilalarning biri edi. Ularning Idiqut Uyg'ur xonligi bilan munosabati nihoyatda qo'yiq bo'lib, siyosiy tuzumlari va hukmronlik usuli asosan Idiqut Uyg'ur xonligiga o'xshab ketadi. Ularning oliy hukmronlik organlarida birmuncha Uyg'ur oqsunyaklari ishlaydi. Hatto ular qadimki Uyg'ur yiziqi, ya'ni 9 o'g'iz yiziqini umumyuzlik ishlatadi. Naymanlarning qog'oni Tayanxonning o'rda bitkisi va davlat ustozi Tatatunga nomli bir Uyg'ur olimi edi. Jamxa Naymanlarning ichiga qochib berib, ularning qo'shiniga boshlamchilik qilib, Temujinga qarshi bir qancha janglarni uyushtirdi. Ammo milodiy 1204-yili Chingizxon zo'r qo'shin avatib, Nayman qabilasini yo'q qildi. Qolgan Tayanxon o'ldirildi. Uning o'g'li kuchlik Yettisuv vodisiga qochdi. U keyincha o'zini Qaraqiton xonligiga tashlab, milodiy 1209-yili Qaraqiton xonligining hukmronligini tortib olib, Temujinga davomli qarshilik qildi. Bu chaqda Tayanxonning o'rda bitkisi Tatatungamu Temujinga tutqun bo'ldi.
Lekin Jamxa Naymanlarning ichidan qechib chiqib, Temujinga davomli qarshi urushlarni qo'zg'adi. Bu chaqda Qo'ng'irat Ungut qatorliq qabillarmi keyni-keyindan o'z ixtiyori bilan Temujinga beqindi. Mo'ng'ul yayloqlaridagi cho'ng kichik qabilalar keyni-keyindan Temujinning boshqurishini qabul qilayotgan mezgilda Jamxa tarafdorlarimi keyni-keyindan yuz o'rib Temujin tarafga o'tdi. Eng oxirida Jamxani o'z odamlari Temujinga tutib berdi. Natijada Temujin o'zining oxirgi bir dushmani ustidan g'alaba qozondi. Umuman, milodiy 13-asrning boshlarida Temujinning oldi bilan Keray, ondan keyin Nayman, Ungut, Qo'ng'irat qatorliq cho'ng qabilalar ustidan qozongan g'alabalari uning obro'yini texmi o'stirdi. Qari tatarlar bo'lsa, Mo'ng'ul yayloqlaridagi barliq Mo'ng'ul qabilalari va ba'zi turk qabilalarining asosli xo'jayiniga aylandi va Temujin burunqi Qari tatar degan nomni bekor qilib, Mo'ng'ul degan nomni yana asliga keltirdi. Shuningdan keyin Mo'ng'ullar ana shu nom bilan jahonga ma'lum bo'ldi. Temujinning o'z urug'i Burchinlar bu Mo'ng'ul qabilalariga bo'lgan mutlaq hukmronligini tikladi. Uzoq o'tmay Qitiqin, ya'ni Qatag'on, Saljuot, Durban qabilalari va o'z ixtiyori bilan Temujinga beqindi. Uning keyindan Silingir daryo vodisidagi Merkit qabilasi bo'ysundi. Milodiy 1205-yili Temujin Huanghe daryosining janubidagi Tangut xonligiga, hozirgi Ningxia Tungan avtonom rayon doirasida hujum qilib, uning nurg'un aholi va mol-mulkini bulab qaytdi. Milodiy 1206-yili Mo'ng'ul qabila boshliqlari Unun daryo vodisida cho'ng kengash chaqirib, maydonga 9 dona cho'ng oq tug' qadab büyük Mo'ng'ul xaqonligini qurganligini jakaldi. Temujin xonlikqa saylanib Chingizxon, ya'ni olamning xoni deb ataldi. Bu chaqda uning sharqda Yingan tog'lari, g'arbda Oltoy tog'lari, shimolda Sibiriya tog'larining janubda Gobi cho'lligi qatorliq ziminlar qaraydi. Chingizxon xonlik taxtiga chiqqandan keyin oldi bilan Tayan xonning o'g'li Kuchlikni qochgan yerdan tutib yo'qotish uchun Naymanlarga qarshi yurish qildi. Ularni yana bir qitim vayron qildi. Shuningdan Balqash ko'lining atrofidagi Ulug'tog' degan joyda Tayan xonning yana bir o'g'li buyruqni tutqun qilib qaytdi. Kuchlik bo'lsa tutuq bermay davomli g'arbga qochdi. Milodiy 1207-yili Tangutlar boshchilik to'lashdan bosh tortganligi uchun Chingizxon g'arbga qaratgan yurishini to'xtatib, janubga qo'shin boshlab kelib, Tangutlarning adibini berdi va ularning mol-mulkini bulab yondi. Shu yili Chingizxon 2 nafar elchi avatib, Yenisey qirg'izlarining beqindi bo'lishini talab qildi. Bu chaqda Yenisey qirg'izlari Qirg'iz va Kemkenjut deb 2 viloyatga bo'lingan bo'lib, ularning zimini sharqda Silingir daryo vodisi, g'arbda Kichik Oltoy, janubda Gobi cho'lligining shimolda Angara daryosigacha bo'lgan joylarni o'z ichiga oladi. Chingizxon elchi avatgandan keyin Qirg'iz rayonining boshlig'i Inal va Kemkajut rayonining boshlig'i Urus Inal qatorliqlar o'z ixtiyori bilan Chingizxonga beqindi va uningga shunqor taqdim qildi.
1208-yili Chingizxon Irtish daryo vodiysiga qo'shin tortib berib, g'arbga qochgan kuchlikni tutmoqchi bo'ldi. Chingizxon qo'shinlari Yenisey daryosining bosh eqimidan o'tayotgan chog'da Uyrat qabilasining boshlig'i Qurtqoyik kelib, Chingizxonga urushmay taslim bo'ldi. Chingizxon uni yo'l boshlig'ichi qilib, Irtish daryo vodiysiga yetdi. U kuchlikning Qarqitan xonligi tarafga qochganligini anglab, keyniga yandi. Miladi 1209-yili Chingizxon 3-qitim Tangutlarning adibini berdi. Shu yili İdiqut Uyg'ur xonligiga Alip, Ütük ve Dabay qatorliq 2 nafar elchi avatib, o'ziga bo'ysunishni talab qildi. İdiqut Barçuk Arttekin elchilarni naiti qizg'in kutib olib, Qarqitan xonligining İdiqut xonligida turishliq bosh do'rg'isini, ya'ni bosh nazoratchisini o'ltirib, o'zining Chingizxonga dushmanlik qilmaydiganligini izhor qildi. Hem özümü 2 nafar elçi avatib, uningga hurmat bildirdi. Miladi 1211-yili İdiqut Barçuk Arttekin naiti nurg'un so'g'i salom bilan o'rniga kelib, Chingizxonga ko'rinish qildi. Chingizxon uni o'zining Chuji, Chag'atay, O'ktay va Toli'den keyingi 5-o'g'li deb hisoblaydiganligini bildirdi. Ana shuningdan boshlab u Mo'ng'ul xonligining himoyaligiga o'tdi. Lekin bu xonlikni boshqarish huquqi yanada uning qo'lida qoldi. Chingizxon İdiqut Uyg'ur xonligiga biror qo'shin yoki nazoratchi amaldor avatmadi. U yana cho'ng o'g'li Chujining qizi Altan Bekani Malika darajasi ko'tarib, Barçuk Arttekinga yotliq qildiganligini bildirdi. Lekin İdiqutning cho'ng xonishi kundashlik qilib, Altan Bekani İdiqutga yo'llatmadi. Uyg'ur İdiqut xonligi Mo'ng'ul xonligining homiyligiga o'tgandan keyin Qarqitan xonligiga qarashliq Olmaliq shahrining boshlig'i Uzal ve Qarluq qabilasi Hayyal şəhərinin başlığı Arslanxonmu elçi avatib, o'zining Mo'ng'ul xonligiga beqindi bo'lganligini bildirdi. Lekin Uzal kuchli xon tarafidan o'ldirildi. Chingizxon uning o'g'li Sho'g'noq Tekinni Olmaliqning boshlig'i qilib tayinladi. Natijada Qarluq rayonining bir qismi ve hozirgi İli daryosining bosh eqimi rayonlari Chingizxonning tavalligiga o'tdi. Miladi 1211-yil 3-oyda Chingizxon To'g'uchar Noyanni 2000 qo'shinga yetakchi qilib, Qaraqurum ordusini saqlashni topshirib, o'zi naiti nurg'un qo'shinga bevosita qo'mondonlik qilib, Altan xonligiga yurish qildi. Bu urushga Chingizxonning barliq harbiy qo'mondonlari ham Chuji, Chag'atay, O'ktay ve Toli qatorliq 4 o'g'lim qatnashdi. U bu urushda Ajdodi Anbag'ayning qissasini ilish shuarini o'ttirib qo'ydi. Shunga yesir yetken Mo'ng'ullarning ko'p qismi her birden at, birden uqya, birden qalqon, birden aypalta ve birden xanjar hem yeterlik uzuq tüliklerini ilip urushga qatnashdi. Ular qattiq qaqas cho'llarni besib o'tib, Altan xonligiga qarashliq Xoyxi qalasiga, hozirgi Xibey o'lkasi Vanchon nahiyasining janubida hujum qildi. Bu yerda Altan xonligining toza tanlangan 300 ming qo'shinni tarmar qildi. Miladi 1212-yildan 1213-yillar oralig'ida
Çingizxan qo'shinlari hozirgi Xubey, Sanshi o'lkalarining shimolidagi 10 necha qal'ani bisib oldi va Oltin xonligining o'ttir poytaxti Jungdu, hozirgi Beijing shahriga yaqinlab qoldi. Milodiy 1214-yili Chingizxon hisobsiz mol mulkka ega bo'lib, o'z ordisiga qaytishni qaror qilib, Oltin xonligi bilan sulh tuzdi. Lekin milodiy 1215-yili Oltin xonligi hukmronlari sulhdan bosh tortib, poytaxtini Yanjing shahriga, hozirgi Jinan o'lkasi Kayfing shahri ko'chirib, Chingizxonga qarshi yangi urushga tayyorlandi. Chingizxon buni anglab, zo'r qo'shin avatib, Jungdu shahrini bisib oldi, ham Yanjing shahriga bisib kirib, talon-taroj qilib qaytdi. Lekin bu joyda Oltin xonligi barliq kuchi bilan Chingizxon qo'shinlariga qarshi turdi. Hatta bu qo'shinlarni xeyli chiqimga uchratdi. Shunlashqa Chingizxon Oltin xonligining ba'zi rayonlarini, bo'libmi Shimoliy Xitoy rayonini ishg'ol qilish bilan qanoat qilib, bu joylarni saqlashga maxsus qo'shin va amaldorlarni tayinlab o'z ordisiga qaytdi. Ham o'zining yangi qurilgan xaqonligini mustahkamlash, yangi urushga tayyorlik qilish ishlari bilan faol shug'ullandi. Chingizxon o'z ordisiga qaytgandan keyin oldi bilan bir qadar sistemalik harbiy hukmronlik tuzumini o'rnatdi. Masalan, u o'ziga qarashli zaminlarni va aholini o'z o'g'illari, no'yonlari, nökerlari va urushga tuhfa qo'shgan boshqa Mo'ng'ul aqsuyatlariga taqsim qilib berdi. Bu rayonlar Mo'ng'ulcha Qubi deb ataldi. Har qaysi qubilarning qo'l ostida yana tuman, mingin, ya'ni mingbeshi, jag'un, yuzbeshi, Harban yoki Urban 15 qatorliq ma'muriy boshqarish organlarini ta'sis qildi. Bu xil tuzum bo'lsa, milodiy 1211-yili 3-oyda Oltin xonligiga qarshi yurish qilgan chaqda yo'lga qo'yilgan harbiy tuzumga asosan o'ttirib qo'yilgan edi. Bu xil hukmronlik organlarining boshqarish huquqi yanada Chingizxonning urug' tuqqan va yaqin qayoshlarining qo'liga tutqizildi. Buningdan boshqa Chingizxon urushga qatnashadigan barliq qo'shinlarini 4 darajaga bo'ldi. Ularning bosh qo'mondoni No'yon, uningdan tuvan darajalik qo'shin boshliqlari Tumanu No'yon, Minganu No'yon, Jug'unu No'yon, Harbanu No'yon yoki Arbanu No'yon deb ataldi. Chingizxon tarafidan tayinlangan yuqorqi harbiy va ma'muriy mansablarning hammasi otidan bolaga miros qoladi. Harbiy tuzum bo'yicha yeshiga yetgan har qanday Mo'ng'ul erning hammasi askar bo'lish majburiyati bor edi. Bu chaqda Chingizxon o'zini va o'z ordisini muhofazat qilish ishlariga nihoyatda ahamiyat beradi. Shunlashqa u yana ayrim kashik deb atalgan muhofazat qo'shinlarini tashkil qildi. Kashik o'z ichida Kaptavul, orda qo'g'dug'uvchilari, Turqoq, Chingizxonning maxsus mahramlari, Qurchi, orda atrofini qo'g'dug'uvchilar qatorliq qismlarga bo'linadi. Bu qo'shinlarga Kashik nöker qo'mondonlik qiladi. Kashik qo'shini asosan Chingizxonga sodiq Mo'ng'ul aqsuyaklarining farzandlaridan tanlanadi. Ba'zida urushga jon fidolik bilan tuhfa qo'shgan
odatdagi Mo'ng'ul jangchilarimi tanlab ilinadi. Kashiklar 4 navbatga bo'linib qo'g'dash xizmatini o'taydi. Har bir navbat 3 kunda bir qatim almashtiriladi. Kashif qo'shinlari odatda urushga qatnashmaydi. Faqat Chingizxon o'zi urush qatnashgan chaqda ondan ularni billa jangga kiradi. Lekin zodila jangning oldingi sepida mangmaydi. Bulardan boshqa Chingizxon yana maxsus Tug'achi deb atalgan bir qo'shin tashkilladi. Tug'achilar asosan xon va boshqa har darajalik harbiy amaldorlarning amir farmonlarini tuvanga yetkazuvchi xabarchilardan iborat edi. Chingizxon Mo'ng'ul xonligini qurgandan keyin nihoyatda qattiq qonun tuzumlarini va qonun odatlarini o'rnatdi. Uning bu qonuni yaka jasa, ya'ni bosh qonun deb ataladi. Chingizxon o'zining donishmand va eg'ir-vesiq o'g'li Chag'atayni bu qonunni nazorat qilishga bekitdi. Uning bu qonun bo'yicha qotillar, buzuqchilik qilganlar, boshqalarning mulkini tortib olgan yoki boshqalarga tuhmat qilganlar, o'z gunohini to'nimaganlar, o'g'irlik, qotillik va boshqa yomon ishlarga yordamlashganlarning hammasiga o'lim jazosi berilib, ularning mol-mulki musodara qilinadi. Uningdan boshqa bu qonun yana o'zligidan beqinganlarning o'rin, martaba va huquqlariga qo'l tekkizmayli qolmay, balki ularga alohida imtiyoz berish va xuddi Mo'ng'ul shahzodalariga o'xshash muomala qilish, qarshilik qilganlarni o'z ili bilan qirg'in qilib shahar va qo'rg'onlarini vayron qilish, urushga tushgan o'lja va g'animatni umumga topshirish, cho'ng urushlarni umumiy kengash orqali belgilash, urushga chiqishdan burun qo'shinlarning qurol-yarog'larini tekshirish, to'liq qurollanmaganlarni jazolash, ortiq qurollanganlarni mukofotlash qatorliq nihoyatda nurg'un mazmunni o'z ichiga oladi. Hatto yemak-ichmak, kiyim-kechak, yurish-turish va boshqa odatlarmi qonunga kirgizilgan edi. Shuni ko'rsatib o'tish kerakki, bu qonunda diniy o'limalar, tiblar, olimlar, harbiy xizmat o'tash va boshqa siyosiy iqtisodiy majburiyatlardan kechirim qilingan edi. U yana o'z doirasidagi shaman dini, Buda dini, katolik dini, Nestoriy dini qatorliq barliq dinlarga teng muomala qilish, har qanday diniy e'tiqodlarga barobar qarash qatorliq mazmunlar kirgizilgan. Shunga Mo'ng'ul qo'shinlari o'z qadimi yetgan joyda cheksiz balay ofatlarni keltirib chiqargan bo'lsa-mu, lekin bu joylarda nihoyatda tez orada yangi egilik va yangi madaniyat tikladi. Jumladan Mo'ng'ul jamiyatining taraqqiyotini zo'r darajada ilgari surdi. Tarixiy Jahongushay, Jamoat Tavariq qatorliq asarlardagi ma'lumotlarga qaraganda Chingizxonning o'zimi ana shu o'z tarafidan tuzilgan qonunga qattiq rioya qilgan. Ba'zi qonun ijro qiladigan vaqtlarda u o'g'li Chag'atayning yuqorisiga chiqib o'ltirmaydi. U mundaq degan: "Ilgari mening ilmda qaroqchilik, buzuqchilik nihoyat kuchaygan. Bola dadasining tarbiyasidan qochadigan, inisi akasining gapiga kirmaydigan, ayoldan gumonlanadigan,
ayol erga bo'ysunmaydigan, boy kambag'alga qaramaydigan, odatdagi kishilar mutavarlarga hurmat qilmaydigan, o'g'ri va qaroqchilar ayıplanmaydigan ahvol hukm surgan edi. Men bo'lsam ana shundoq elni o'z ilkimga oldim va shuningdan keyin oldi bilan qilgan tunji ishim ularni tartibga va to'g'ri yo'lga silishdan iborat bo'ldi degan edi. U yana jangchi tinchlik davrida xalq bilan birga bo'lib, xuddi mo'zaydek yavaş bo'lish kerak. Lekin urushga kirib, dushmanga zarba berganda xuddi ochliqdan o'g'ilgan burkutdek bo'lish kerak. Aql bilan qaysarlikni birlashtirib ish ko'rganlarni askarlarga o'rnak qilish kerak. Sho'x va chabdaslarni urush lavozimotlarini saqlash xizmatiga qo'yish kerak. Nodonlar bo'lsa qamchi tutqizib chorva beqishga qo'yish kerak. Men faqat ana shundoq qilganligim uchun va tartib ham intizom o'rnatganligim uchun obro'yim va nufuzim xuddi osmonga oy ko'tarilgandek kundan kun ko'tarildi. Tanrı meni qo'lladi. Yer zimin menga bosh egdi. Mendan keyin mening obro'yim va nufuzimga varis qilguvchilarning hammasi qoida qonunlarga 500 yil, 1000 yil, hatto 1000 yillar menga o'xshash rioya qilgandilar. Ondan Tanrıning qo'llashiga erishalaydi. Tanrı sana mehribonlik qildi. İnsanlar seni mediyalaydi. Sen o'rningdan mangu saqlayalaysan. Yer zimin ustida mangu xo'shallik va rohatga erishalaysan degan edi. Shuningdek, Chingizxon harbiy urushga kirganda oldi bilan qo'shinlarning intizomini tekshirib, ularga qonun tuzumlarni tashviq qiladi. Jumladan qo'shinlarning ruhiy kayfiyatini, davlatning ahvolini, bo'libmi davlat ichidagi har qaysi guruhlarning urushga tutgan pozitsiyasi va qarashlarini, dushmanning kuchli yoki kuchsiz, xonlarining aqlli yoki aqlsiz, xalqning kambag'al yoki boy, hunarvan yoki ahmoqligini nihoyatda cho'nqur tahlil qiladi. Agar dushmanni qaysar va aqlli bo'lsa, uni ilojining boricha o'ltirmay o'z ishlariga xizmat qildiradi. Masalan, Chingizxonning jahon kengaymichilik urushiga g'oyat zo'r to'hfa qo'shgan Su Batay No'yon asli Chingizxonning ashaddiy dushmani edi. Demak, Chingizxon qonunga rioya qilgan. Qonunni qo'g'diganlarga o'z onasidanmi ortiq hurmat qiladi. U ko'p chog'larda o'g'li Chag'atayning fikri bo'yicha ish ko'radi. Umuman, u nihoyatda inchga va qattiq qonun tuzumlarni o'rnatgan edi. Mo'ng'ul xonligining kengaymichilik urushlari. Chingizxon Altan xonligi bilan bo'lgan urushdan qaytgandan keyin davlat ishlarini mustahkamlash bilan birga yana asosli dushmani kuchlikni yo'qotish va g'arbga yurish qilishga jiddiy tayyorlik qildi. Bu chog'da Qurg'on rayonining siyosiy vaziyati nihoyatda murakkab bo'lib, milodiy 1209-yili Nayman xonligi Tayon xonning o'g'li kuchlik Yettisu rayonidan Balasag'onga kelib, Qaraqitan xonligining hukmronligini egillagandan keyin burunqi Sir daryoning bosh va o'ttir iqimi, shuningdek Mavaran un-Nahr rayoni Xorazm shohlar davlatining tavalligiga o'tgan edi. Yettisu vodisidagi Qorliq, Qonli qabillari ham
Almaliq shahrini markaz qilgan İli daryo vodisidagi turk qabilalari o'z oldiga mustaqil xonliqlarni tiklagan. Hatto Qarluq Almaliq hukmronlari Chingizxonning homiyligiga o'tgan edi. Miladi 1212-yili kuchlik balasog'inda turolmay o'z kuchini janubga yo'tkab, Qashqa, Yarkent, Udun qatorliq joylarni besib olib, Sharq Qaraxonlar sulolesini yo'qotib, bu joyda o'zining istibdod hukmronligini tiklagan ham keng musulmonlarning g'azabini qo'zg'ab, bu joyga Budda dinini majburlab tangan. Cümleden Xotanlik İmam Alayiddin Muhammedni öldürgen edi. Umumen Çingizxon Altan xonligi urushidan yangan chog'da Qurg'on rayoni siyosiy jihatdan qattiq bo'lingan bir vaziyatda turadi. Miladi 1217-yili Çingizxon Jabano'yan boshchiligida bir yo'l qo'shini avatib, Tarim o'ymonligi va Qashqani markaz qilgan kuchlikka qarshi yurish qildi. Jabano'yan Uyg'ur Idqut xonligining harbiy iqtisodiy yordam ostida nihoyat tezlik bilan Tarim o'ymonligi va Qashqani egildi. U Qashqa shahriga kirish bilanla diniy erkinlik siyosatini yo'lga qo'yib, bu joydagi keng musulmonlarning olqishiga ega bo'ldi. Yerlik aholi kuchlikka qarshi qo'zg'olon ko'tarib, Mo'ng'ul qo'shinlarini tarafga o'tdi. Kuchlik Badaxshonga qarab qochdi. Miladi 1218-yili Mo'ng'ul qo'shinlari Uyg'ur Idqut xonligi qo'shinlari va yerlik Uyg'ur qurolliq kuchlarining yordam ostida Badaxshonga yurish qilib, kuchlikning eng oxirgi kuchlarini tarmar qilib, uni shu yerda o'ldirdi. Natijada burunqi Sharq Qaraxonlar sulolasining barliq zimini Mo'ng'ul xonligining tavalligiga o'tdi. Chingizxon Jabano'yanni kuchlikka qarshi avatish bilan bir chog'da Mavaraun Nahr rayonini asos qilgan butun O'rta Osiyo rayonini egillagan Xorazm Shohlar davlati bilan savdo va do'stlik aloqasini o'rnatdi. U Xorazmlik Mahmud, Buxorolik Ali Xo'ja va O'tirarlik Yusuf qatorliq 3 nafar elchini nihoyat nurg'un qimmatbaho sovg'a salomlar bilan Xorazm Shoh Alayiddin Muhammadga avatdi. Chingizxon yana elchilardan Xorazm Shoh Alayiddin Muhammadga "Men janobingizning nihoyat qudratlik, ilingizning nihoyat cho'ng ekanligini yaxshi bilaman. Men janobingizning nihoyat keng zaminga egidorchilik qiladiganligingizni obdan bilaman. Shunglashqa men janobingiz bilan do'stona munosabat tiklashni xohlayman. Men janobingizni xuddi o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman. Janobingizmi mening butun Chin ilini bo'ysundirganligimni, bu elning shimolidagi turk qabilalarini o'zimga qartilganligimni bilishingiz kerak. Janobingizga yetib ma'lum bo'lsinki, mening askarlarim xuddi shumuldek nurg'un. Mening oltin, kumush va boshqa boyliqim haddi hisobsiz. Men boshqalarning yurtiga nazar solmayman. Shunglashqa ikki elning fuqarolari o'zaro savdo aloqasini qilg'ini muvofiq bulamiki deb qarayman degan mazmunda bir parcha maktub yozdi. Xorazm Shoh Alayiddin Muhammad bu xatda o'zini Chingizxonning o'g'li o'rnida ko'rganligi va o'z kuchini namoyish qilganligini ko'rib, dar g'azabga kelgan bo'lsa-mu, lekin elchilarni obdan uzatdi. Uzoq o'tmay Xorazm Shoh Alayiddin Muhammadmu Ömer Xo'ja, Ali Jamal, Qahriddin
Emiddin qatarlıq 4 nəfər elçi əvətib Çingiz xan bilan savdo aloqasini o'rnatdi. Bu elçiler qaytgan chaqda Çingiz xan 450 kishilik cho'ng bir elçiler ömürge əvətib Xorazm Şahlar dövləti bilan savdo ishlarini yürgizmoqchi bo'ldi. Lekin bu elçiler ömürge o'tirar shaharga borganda bu joyning bosh amiri Inalchuq G'ayrixon ularning bir qismini jasuslik jinoyati bilan ayblab o'ldirdi. Tarix materiallarga qaraganda bu hol Chingizxonning qattiq g'azabini qo'zg'agan. U bu xabarni anglabla bir tog'ning cho'qqisiga chiqib, toji va shohlik kiyimlarini yeshib, yalang'och bo'lib, tiz bukib Tangriga yalvurgan. Uning yordam berishini umid qilgan. 3 kecha kunduz tamoq yemay sajda qilgan. Oxiri tog'dan tushib, ilgari Xorazm shohlarining xizmatida bo'lgan Bug'ra degan odam boshchiligidagi 3 nafar elchini avatib, qotilni topshirib berishni so'ragan. Lekin Xorazm shoh Aloyiddin Muhammad Inalchuq G'ayrixonning Chingizxon elchilarini o'ldirganligidan xabarsiz edi. U xabar topgandan keyin uni jazolashni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin Inalchuq G'ayrixon Xorazm shoh Aloyiddin Muhammadning onasi Turkiya xotunining tuqqini va alohida imtiyozli bir amir edi. Shunga Xorazm shoh faqat Mo'ng'ullarning hujumiga taqobil turishdan boshqa amal topolmadi. Miladi 1216-yili qishda Chingizxon kengash chaqirib Xorazm shohlaridan 3 elishni qaror qildi. Miladi 1219-yili Chingizxon 200 ming kishilik qo'shin va uning muhofizatchi qo'shinlariga bevosita qo'mondonlik qilib, Irtis daryo vodiysiga kelib yozildi. Shu yil qishda Chingizxon oldi bilan Xorazm shohlar davlatiga hujum qildi. Ana shuningdan boshlab Mo'ng'ul xonligining keng ko'lamli kengaymichilik urushi boshlandi. Bu chaqda Xorazm shoh Aloyiddin Muhammad 400 ming kishilik qo'shinni safarbar qildi. Bu qo'shin Chingizxon qo'shinlaridan bir assa ortiq edi. Shundaqla Xorazm aholisi Mo'ng'ul bosqinchilarga qarshi umumyuzlik qo'zg'algan ham urushga yetarlik oziq-tulik to'plagan edi. Chingizxon Xorazm shohlar ziminiga kirgandan keyin cho'ng o'g'li Chujini bir qism qo'shinlarga qo'mondonlik qilib, Sir daryoni bo'ylab uning to'van iqimidagi shaharlarga qarab yurish qilishga buyruq berdi. Ikkinchi o'g'li Chag'atay va uchinchi o'g'li O'ktaylarni yana bir qism qo'shinlarga qo'mondonlik qilib, O'ttirar shahriga hujum qilishni buyurdi. Kenji o'g'li Toli qo'mondonligidagi qo'shinlarga o'zi bevosita qo'mondonlik qilib, Buxoro shahriga yurish qildi. Miladi 1220-yili 2-oyda Chingizxon bevosita qo'mondonligidagi qo'shinlar Buxoro shahriga besib kirib, shaharning barliq mol-mulkini 2 kun talon-taroj qilib, shaharga o't qo'yib, kulga aylantirdi. Shu yili 3-oyda Chingizxon bevosita qo'mondonligidagi qo'shinlar Samarqand shahriga kirib, shaharni butunlay xonavayron qildi ham 30 ming Munarvanni tutqun qilib Mo'ng'ul xonligiga avatdi. Bu orliqda Chag'atay bilan O'ktay O'ttirar shaharini besib oldi. Shunday qilib Xorazm shohlaridan boshqa Mavaraun Nahr rayoni tamoman degidek Mo'ng'ul xonligining tavalligiga o'tdi. Miladi 1220-yili Xorazm shoh Aloyiddin Muhammad vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Jaloliddin Muhammad Xorazm shoh bo'ldi. U Mo'ng'ul qo'shinlarining haybisi va ishki to'polonlar tufaylidan Xorazm shahrini tashlab, O'rganch shahri va
Keyinçe Örgenç'den Xorasan'a kaçtı. Miladi 1221 yılı 4. ayda Çuji, Çağatay, Öktay kumandanlıqı qoşunlar Xorazm ve Örgenç şehrini besip elip, qadimki O'rta Asiya medeniyet merkezlerinden biri bo'lgan bu şehrini tamamen harabzarlıkka aylandırdı. Cümleden Çingizxan Semerkand şehirde bergah tiklep, Kenji oğlu Toli kumandanlık koşunlarını Jalaliddin Mehmet Xorazm şahını qoğdaşqa evetti. Toli aldı bilen Merv şehrini harap kılıp, ondan Nishapur şehrini besip aldı. Bu şehrdeki 200 mingdan artık münevverini hem naiti nurgun oğul kızlarını tutkun kılıp, Nishapur şehrinin başka ahalisini tamamen digidek kırgın kıldı. Bu çağda Çingizxan Jalaliddin Muhammed Xorazm şahının G'azne, hazırki Afganistan'da şehirge keçip bu cayda güçlük istihkam kurganlıkını anlap, öz qoğduqıcı qoşunlarına kumandanlık kılıp, Toli qoşunlarına kelip qoşuldu. Jalaliddin Muhammed Xorazm Şah Hindi deryasının şimalıga çekindi ve bu cayda Çingizxan qoşunlarından eğir zerbi yep, barlık aile tavabiyatları hem mal mülkünü taşlap, deryadan at bilen ötüp Çingizxan'dan qutuldu. Keyinçe o Kafkaz, Hindistan ve İran qatarlıq jaylarda davamlıq qarşılık kılıp şu jayda öldü. Çingizxan Pamir tağlarının g'arbi, Himalaya tağlarının etrafı, Tibet qatarlıq jaylarını қолga kirgizip, miladi 1223 yılı öz yurtuga yandı. Miladi 1224 yılı Irtish derya vadisiga keldi. Bu çağda Moğol xanlığının dairesi şərqdə hazırki Lyauxa derya vadileri, g'arbda hazırki O'rta Asiyodagi Aral Ko'li ve İran'ın şərqi, şimalda Sibirya tağları, janubda Tibet rayonundan başlap şimali Xitoy rayonigacha bo'lgan joylargacha kengayib, Asiya qit'asidagi zo'r davlatga aylandi. Jalaliddin Muhammed Xorazm Şah Xorazmdan qaçqanda Çingizxanның çoğ oğlu Çuji vafat bo'ldi. Uzoq o'tmay Jebe Noyan ve Subutay Noyan başçılıqdagi Moğol qo'shinlari Kaspiy dengiziga qarab yurish qildi. Miladi 1222 yılı Gruziyaga besib kirdi. Şimali Kafkaz rayonundaki Alan ve Kıpçak kabirlerini tarmar kıldı. Bunun bilen Kaspiy dengizining etrafındaki Kıpçak yaylaqları da köşmen çarvıçılık kıladigan Kıpçak kabirleri İdil ve Dnipr derya vadilariga qarab qaçtı. Jebe Noyan ve Subutay Noyan qo'shinlari Qora dengizining şimalidagi Krim aralini besib oldi. Bu çağda Janubiy Rusiya tuzlanlikdagi Rus knazlari Qıpçaqlar bilan ittifoq tuzib, Moğol qo'shinlariga qarshi jangga o'tdi. Lekin ular jangda moslashib birdek harakat qilolmay, oxiri Moğol qo'shinlari tarafidan ig'ir mag'lubiyatga uchradi. Moğol qo'shinlari Dnipr daryosini bo'ylab, uning yuqorqi iqimidagi Galaga daryo vodisiga, hozirgi Ukraina ittifoqdosh Cumhuriyeti ziminda bağanda yerlik ahalinin qattiq qarshiligi ve klimat o'zgarishlari tufaylidan qattiq mag'lubiyat uchrab, harbiy yurishni to'xtatishga majbur bo'ldi. Lekin miladi 1235 yılı Moğol xanlığı Avrupaga qarab yurish qilishni qaror qildi. Miladi 1236 yılı Çujining oğlu Batuxan Jayıq deryasını ötüp
İdil daryosының o'ttira eqimidagi Bulg'arlarni yengdi. Keyindinla ular davomliq g'arbga qarab yurish qilib, Qipchoq va Moldova rayonlarini qo'lga kirgizib, Kaspiy va Qora dengizning shimolidagi Janubiy Rossiya tuzlanligiga bo'lgan hukmronligini mustahkamladi. Shundaqla bu yerda Mo'ng'ul qo'shinlariga davomli qarshilik qilgan Rus kinazlarini bir-birlab yo'qitib, milodiy 1240-yili hozirgi Ukrainadagi Kiev shahriga besib kirdi. Kiev aholisi eng oxirgacha qarshilik qilgan bo'lsa-mu, lekin ular Mo'ng'ul qo'shinlari tarafidan qattiq qirg'in qilindi. Milodiy 1238-yili Mo'ng'ul qo'shinlari bir qancha yo'lga bo'linib, hozirgi Polsha, Vengriya, Chexoslovakiya qatorliq joylarni besib oldi. Hatto eng oldingi safdagi qo'shinlari Germaniya chegarasigacha yetib berib, Yevropa qit'asining yerimini digidek egildi. Lekin Yevropaning yerlik aholisi nihoyat botirlik bilan Mo'ng'ul qo'shinlariga qarshi kurash qildi. Mo'ng'ul qo'shinlarining qadimi ostlashdi. Ularning jangovarligi suslashdi. Dal mushundaq vaziyatda, ya'ni milodiy 1242-yili 2-oyda Mo'ng'ul qo'shinlarining Yevropaga yurishiga buyruq tushirgan O'ktayning vafot bo'lganligi xabari anglandi. Shuning bilan Mo'ng'ul qo'shinlari davomli yurishni to'xtatib, keyiniga qaytdi. Batuxan İdil daryosining tuvan iqimidagi Saraychiq shahriga qaytib, Qipchoq dalisini asos qilib, Qipchoq ulusini shakllantirdi. Milodiy 1252-yili Mo'ng'ul qo'shinlarining yaqin Sharq va Arab davlatlariga qaratgan yana bir qatimliq kengayimchilik urushi planlandi. Milodiy 1253-yili 10-oyning 19-kuni Chingizxonning nevrisi Hulaku nurg'un qo'shinga qo'mondonlik qilib, Arab davlatlariga qarab yurish qildi. U oldi bilan Olmaliq, Turkiston qatorliq shaharlarga keldi. U bu joyda Chag'atayning xonishi Urgana va Turkiston bilan Mavaron Nahr rayonining Chag'atay ulusiga qarashliq Darug'achi Mas'ud Yalovachning qizg'in qarshi ilishiga muyassar bo'ldi. Shundaqla Mas'ud Yalovach uningga zar yipin ishlangan bir chidir taqdim qildi. Ondan u Samarqand, Kash shaharlarini besib o'tib, milodiy 1256-yili 1-oyning 2-kuni Dag'dug'i bilan Amu daryosini o'tdi. U bu joyda Seljuk sultonligining Irondagi bosh valisi Atabegning qizg'in qarshi ilishiga muyassar bo'ldi ham tarixiy Jahongushay nomli mashhur tarix kitobining avtori Alaydin Atamulk Juvaynni amro qilib Arab Abbasiylar xalifaligiga qarab yurish qildi. Milodiy 1257-yil 9-oyning 21-kuni Arab Abbasiylar xalifaligining birmuncha joylarini qo'lga keltirgandan keyin Bag'dodda turishliq xalifa Mustahsim Billag'a elchi kirgizib, uni taslim bo'lishga qistadi. Bu chaqda Arab Abbasiylar xalifaligining ordusi birmuncha ziddiyat va kurash ichida turgan bo'lsa-mu, lekin Mustahsim Billah Hulaku xonni haqorat Hulaku xonni haqoratlab xat avatib ham bosh amiri Sulaymonning yetakchiligida
Moğol qo'shinlariga qarshi jangga tayyorlandi. Hulaku bo'lsa Bag'dod shahrini qamal qilib, yana elchi avatib, xalifaning shahardan chiqib ko'rinish berishga qistadi. Xalifa yanala qarshilik qilganligi uchun milodiy 1258-yili 1-oyning 22 kuni Bag'dod shahrining bo'sog'isigacha bo'lgan joylarni besib oldi. 2-oyning 5-kuni xalifaning ikkinchi o'g'li Abdurahmon Hulakuga salomga kelishni talab qildi. Lekin uning talabi Hulaku tarafidan rad qilindi. Shu yili 2-oyning 10-kuni xalifa Mustahsim Billah Abdurahmon Ahmad Muborak qatorliq 3 o'g'li va 3 mingdan ortiq imom ham boshqa amaldorlari shahardan boshlab chiqib Hulakuga taslim bo'ldi. U yana Hulakuning buyrug'iga binoan barliq aholisini shahardan chiqib Mo'ng'ul qo'shinlarini qarshi olishga farmon berdi. Xuddi sonsiz qo'y poddisidak shahardan chiqqan Bag'dod aholisi Hulaku qo'shinlari tarafidan tamoman degudak qirg'in qilindi. 2-oyning 15-kuni Hulaku nihoyat dag'dug'i bilan xalifa Mustahsim Billahni ilib Bag'dod shahriga kirdi. U xalifa ordusiga kirib, xalifadan janobingiz Soyibxon, men bo'lsam mehmon, endi siz meni qanday kutib olsiz deb so'radi. Xalifa o'zining barliq oshkora va yushrun boyligini Hulakuga topshirdi. Milodiy 1258-yili xalifa uning avlodi Bag'dod shahrining yenidagi Vaqaf degan joyda o'ldirildi. Shuning bilan Arab Abbosiylar xalifaligining jami 508 yil davomlashgan hukmronligi talto'kis oyoqlashdi. Natijada butun Arab davlatlari Mo'ng'ul xonligining tavalligiga o'tdi. Shunday qilib Mo'ng'ul xonligining zimini Osiyo qit'asining mutlaq ko'p joylarini o'z ichiga oldi. Dastlabda bo'libmi Chingizxon davrida Mo'ng'ul xaqonligi o'ziga qarashli joylarda harbiy hukmronlik tuzumini o'rnatdi. Bu joylarga nurg'un qirg'inchi qo'shinlarga ega yaka darug'ach, bosh nazoratchi, tamg'achi, o'rinbosar nazoratchi va boshqa harbiy nazoratchi qatorliq amaldorlarni avatib, yerlik aholining to'planlarini bosdi. Mo'ng'ul xaqonligining qonun tuzumlari o'rnatdi. Boysiliklarni yig'ib oldi. Mo'ng'ul xonligi yana kengayimchilik urushlarini ilib berish, shundaqla har qaysi rayonlarga siyosiy harbiy amir farmonlarning tez yetib berishi uchun bu rayonlar orasida jam ya'ni pochta va qo'nalg'ularni ta'sis qildi. Bo'libmi Mo'ng'ul xonligining markaziy rayonlari bo'lgan Unun, Kirolin daryo vodilaridan Qurg'or rayoni ham uning g'arbidagi rayonlar o'rtasida bir qancha jam qurdi. Mo'ng'ul xonligining qonuni bo'yicha yo'l bo'yida yashaydigan aholilar bir oila birdan ot va birdan odam chiqarib jamchilik, aloqachilik vazifasini o'tishi. Her bir jamda 20 ot ve 20 otçı tayyor turishi. Shuningdek, her bir jamda kengaymichi qo'shin, yo'ldan o'tgan amaldor, elchi va savdogarlarga yetarlik oziq-tulik, yem-xashak ham turar joylar tayyorlanishi lozim edi. Shunga Mo'ng'ul xonligining har qanday amir farmonlari onunğa qarashli rayonlarga nihoyat tezla yetib bora oladi va nihoyat tez ijro qilinadi. Milodiy 1253-yili
Moğol xaqanlıqı Orxun Daryo vodisidagi burunqi Orxun Uyg'ur xonligining poytaxti O'rlibaliq shahrining yanida Qaraqurum shahrini bino qilib, o'zining Unun Kerulin Daryo vodisidagi qarorgohini bu joyga ko'chirdi. Shunday qilib, Moğol xonligi turaqliq poytaxtiga ega bir xonlik aylandi. Moğol xaqanligiga qarashliq har qaysi rayonlarning Darug'aç, Tamg'achi, Basqaq va boshqa harbiy ma'muriy amaldorlari har doim bu joyga kelib o'z ishidan hisob beradi.